Davom etamiz. Bugungi kunda media makonda tarqatilayotgan axborotlarning aksariyat qismi negativ xabarlardan iborat. Shu o'rinda tabiiy savol tug'iladi. Nima uchun aynan sovuq xabarlar keng tarqalmoqda? Tomoshabin yaxshi yangiliklardan ko'ra negativlarga qiziqadimi? Muxbirimiz Muxlisa Abdujalilova shu kabi savollarga javob izladi. Marhamat. Tasavvur qiling, televizorda xalqaro fan olimpiadasida g'olib bo'lgan qizning hikoyasi efirga uzatilyapti. Gadjetingizda esa minglab yo'l transport hodisalari, suv toshqinlari yoki qotillik sodir etgan yigit haqida postlar bor. Tabiiyki, tomoshabin ikkinchi yo'lni tanlaydi, ya'ni vahima uyg'otuvchi xabarlarga qiziqish bildiradi. Shunda bo'lsa kerak, bugun yaxshi xabarlardan ko'ra ikkinchi toifadagi yangiliklarning ko'rishlar soni ancha yuqori. Shu o'rinda savol tug'iladi: nega aynan negativ xabarlarga ko'proq qiziqish bildiramiz? Bilasizmi, ijtimoiy tarmoqni ohangrabosi bor. Birinchi psixologik nuqtadan qaraydigan bo'lsak, u yerda shovqin bor, rang bor, ovoz bor. Ana shunaqa narsa hatto o'sha kichkina bolachani ham o'ziga tortadi, chunki bizani ong osti sohada ma'lum bir mayllar bor va o'sha ong osti sohadagi mayllar deydi o'ziga tortadi deyapti-da. O'ziga tortayotgan, o'sha o'ziga jalb etayotgan narsani mazmunni mohiyatidan ko'ra ko'proq tashqi ko'rinishi, tashqi jihatlari bugungi kunda men nazarimda birlamchi bo'lib qolayotganda edi. Nima uchun negativ xabarlarni yaxshi ko'ramiz yoxud yaxshi yangiliklar kammi? Ayni savol bilan yurtdoshlarimizga ham mikrofon tutdik. Negativga ko'proq bilmadim, ko'rish qiziqroq bo'lsa kerak. Nimani kuzatishingizga bog'liq-da. İjtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa internet tarmog'ida negativlar ko'p hozir kunda. Instagram ancha shunaqa tuzilgan, qaysi videoni qanaqa ko'p ko'rsangiz, qayta-qayta shuni chiqaraveradi-da, shunga o'xshash videolar. Unaqa negativ xabarlarni juda bir bo'rtirib olgani uchun men unaqa narsalar ko'rmayman to'g'risi. Kirishga bog'liq bu. Kirishga. Agar xohlasangiz negativ chiqadi, xohlasangiz yaxshilari chiqadi. Sovuq xabarlar jamiyatning xira portretini chizadi. Fojiali yangiliklar qayta va qayta ko'rilavergandan keyin tomoshabinning didasini qotiradi. Tabiiyki, buning natijasida shu ishni qilishga qiziqish paydo bo'ladi. Shuning uchun ham ijtimoiy tarmoqlardan farqli ravishda telekanallar yaxshi va yomon xabarlar o'rtasidagi balansni saqlaydi. Xo'sh, endi nima qilishimiz kerak? Men psixolog sifatida optimist bo'lishni va baribir pozitiv xabarlarni ko'paytirishni, o'sha pozitiv xabarlarga chiroyli effektlarni qo'shishni maslahat beraman. Aziz tomoshabin, siz ko'rib yo o'qib turgan har qaysi holat bundan avval ham dunyoning u yoki bu chetida sodir bo'lgan. Bu yangilik emas, faqat media maydon ochiqlangani sari jamiyatda yomon xarakterdagi xabarlar ko'paygandek taassurot qoldirmoqda. Shunday ekan, o'zingiz va jamiyat uchun manfaatli axborotlarni olishda ehtiyot bo'ling. Biz esa sizga eng yaxshilarini ilinishda davom etamiz.